Assalom do'stlar, sizlar bilan men Shohribx. Bugun esa bizlar bankdan security bo'ldik, охранник bo'ldik, bankdan охранники bo'ldik. Krossovkamga qarang, toza krossovkamga. Xo'p do'stlar, krossovka emas. Bugun esa bizlar bu bankni защищать qilamiz. Bu qarang, bu karta olamiz. Bu yerda yuguramiz, olamiz. Bu yopiq turibdi. Bo'ldi, yopiq bo'lsa ketdik. Pim pom. Bu yerda turamiz. Bugun esa Xo'jayev ketib qoldi. Bir kunga ketib qoldi. Endi esa bir kunga buni hech kimga bermayman. Nima desa, bu yerda dim ko'p zolito bor. Hozir voy, bu bo'lmaydi ekan bizlarga. O'zi bilan aketibdi. Xo'p do'stlar, u biza aketibdi bu. Bu aketibdi o'zi bilan. Nima desangiz, bu запретная zona degan. Даже охранник ham bo'lmaydi shu yoqqa. Shuning uchun oxirgi videoda men buda kirib ko'raman. Va hamma zolito nimalarni o'g'irlayman. Nima desa, menga pul bermayapti. Rost aytsam, pul bermayapti. Oytdi. Bu yerda ishlasam bir kun, menga san esa просто ishlab ketasan, pul bermayman dedi. Men просто buni ichidan ko'rsam, уже 1000 zolota yotibdi. Shuning uchun prezident владелец этого banka uxlab qolsa, снотворительное beraman, uxlab qolsa, shuda kartochkasini olaman, keyin buni ochaman, keyin hamma zolotani olaman do'stlar. Zarplata bermagani uchun hamma zolotani olib ketaman. Xo'pmi do'stlar? Bizlar esa ketdik. Hech kim yo'q do'stlar, hech kim kelgani yo'q. Bu kim? Assalomu alaykum. Bir zat kerakmi sizga? Aytib yuring, bir zat kerak bo'lsa. Xo'pmi? Men hamma zat qilaman. Xo'pmi? Aytib yuring, nima kerak? Menga bir zat kerak. Nima kerak? Men esa sizning bankingizda olgim kelib turibdi. Lekin men securityman. Sizlar ham securityman. Nimaga meni kirgizmayapsiz? Srochno kirgizing. Xo'pmi? Bo'lsa men senga $1 million beraman. Xo'pmi? Birinchidan siz gapirib o'rganing, ikkinchidan siz bu yerda ishlamadingiz. Men sizni bilmayman. Shuning uchun bu meniki emas bank. Shuning uchun iltimos qoching. Ya birasa men sen pistolet olgim to'g'ri keladi. Sen kimsan men bilan unda gapirish? Men bilasanmi nimaman? Kimman? Bilasanmi kimman? Kimsiz? Iltimos qochib turing, iltimos. Yo'qin kelmang menga. Qoching iltimos. Kimsiz? Men bu yerda yoshiman. Men ko'p marta keldim, pul oldim. Qochdim deganingiz menga nastoraziy. Shuning uchun iltimos keting. Xo'p, yerga ko'rishamiz. Xo'p, ketsangiz ketavering, qaytib kelmang. Tushundingizmi? Xo'p do'stlar, bu ketib qoldi. Kimligini hali men bilmayman. Lekin bu yerda turibdi bu. O'z keli. Iltimos keting bu yerda, iltimos keting. Iltimos keting. Hozir bo'lsa men qatga yo'qoldi bu. Voy do'stlar, nima u? Bu yo'qolib ketdi. Xo'p do'stlar, hali bu yerda turamiz. Endi esa klientlarni kutib turamiz. Birinchi marta kelganda bu bola men qo'rqdim. Nima desam, men bilmayman kimligini. Yana ko'rishamiz deb ketib qoldi. Xo'p do'stlar, hali turamiz, kutamiz. Ko'ramiz. Do'stlar, kech bo'lib ketdi. Hech kim kelgan yo'q. Bu boladan hech kim kelgan yo'q. Xo'p do'stlar, hozir men kofedan kelib turaman.
hech kim ketib o'g'irlab qo'ymasa bo'ldi do'stlar. Hozir boraman hech uxlagim kelib turibdi. Ekansa men bir kun turishim kerak. Hali 10 ta soat turishim kerak. Shuning uchun blижний restoranga borib kofe olaman. Assalomu alaykum. Kofe bormi? Kofe bering iltimos. Xo'p, kofe bormi? Kofe. Yo'q, kofe yo'q ekan. Boshqa bitta keling, iltimos. Xo'p do'stlar, kofe yo'q ekan, shuning uchun boshqa magazinga boramiz. Bu yerda kofe yo'q ekan, shuning uchun bir boshqa yerga boramiz. Bilmayman do'stlar, bu yerda bank turibdi, lekin kofe yo'q ekan. Boshqa kafeynalarda ko'ray. Qayerda bo'lishi mumkin kofe? Hozir yiqilib uxlab qolaman. Oy, hozir yiqilib qolaman. Tur. Xo'p, 5 minutga yoting. Ikki soat bo'ldi. Voy, qaddayman. Men qaddayman, men yurishda bo'lim kerak. Qaddayman men. Kimdir bormi? Iltimos, yordam bering. Voy, bu sen chimi? Men seni eslayman. Sen bankka kelib ketvering. Chiqar meni, tez aytdim, chiqar dedim, tez. Meni sen eslaysan. Chiqish uchun sen bilasanmi nima qilding? Ayt, nima qildim? Men просто o'zim rabotamni bajarardim. Sen yo'lda uxlab qolding. Men esa politseyskiy edim. Shuning uchun sen bu yerda yotiribsan. Nima desa, sen uxlab qolding. Nima bo'pti? Men kofe bilan borganda uxlab qoldim. Nimaga men turmaga berish kerak? Nimaga desa, bankda 2 marta o'g'irladi. Men senga ishonmayman. Hozir kameradan ko'ramiz. Xo'pmi? Yo'q. Kameralar ishlamadi. Sen uxlab qolgandan keyin podozrительно ishlamay qoldi. Mening aybim yo'q bu yerda. Meni chiqar dedim, bu yoqqa kelsin, o'ldiraman seni. Astem bo'l. Menda pistolet bor, senda hech nima yo'q. Astem bo'l dedim. Xo'pmi? Astem bo'l. Astem bo'l. Menda pistolet bor. Seni zaprosto o'ldirib tashlayman. Tushundingmi dedim. Xo'p, tushundim. Bo'lsa, shunday ochsam bo'ladi dedi. Do'stlar, bu yerda qochib ketish kerak. Nima deding? Hech nima degam yo'q. Uzr, hech nima degam yo'q. Ketavering. Men senga ishonmayapman. Nima qildim men? Bo'ldi, men palatkamda yotaman bo'ldi. Hozir palatkamda meni yotdim. Oy. Meni yotdim o'z palatkamda. Endi esa o'zimni strokdan qilaman. Bu yoqqa. Men uxlayapman. Men senga bu yoqqa dedim. Ammo uxlayapman. Tushunmadingmi men so'zmi? Xo'p, hozir kelaman. Nima? Nima bir narsa aytadi dedim. Nima ayting? Sen bu yerda hech qachon chiqmaysan. Bilmaysizmi? Eshik ochiq turibdi. Men qochib keta olaman. To'xta, qaytdan kir. Qo'lingni ko'tar, qaytdan kir dedim. Kir qaytdan. Senga yasnima aytdim. Kir dedim mashina. Hop.
kirdim. O'tmay iltimos. O'tmay dedim iltimos. Bo'ldi, молодец. Sen bilasanmi? Men YouTube blogerman. Bizlar подписчигimiz bilan, obunachilarimiz bilan seni o'ldiramiz. Shuni eslab qol, tushundingmi? O'ldiramiz, eslab qol shuni. Eslab qol, tushundingmi? Sanchi men bilan shunday gapirasan, ha? Sen o'ldirib tashlayman. Qo'lingni ko'tar, men bilan yur. Nimaga? Men bilan yur dedim. Xo'p. Tak, astin chiq, tushundingmi? Astin chiq. Chiq bu yerdan, astin chiq. Yur ketdi izimdan. Yur ketdi, astin bu yerga qilib chiq. Sen kiryapsanmi dedim, chiq. Xo'p. O'tmay, iltimos, o'tmay. Yur ketdi, tez. Butga hozir eshikni ochaman. Do'stlar, qochib ketamiz mumkinmi? Qochib ketamiz. Qayerga ketding? Tez kel. Qochib ketamiz do'stlar. Qochdik do'stlar. Ura! Voy! Ay! Xo'p do'stlar, politsiyskiy yurtda qochdilar do'stlar, qochdik. Yo, tormoz. Ay. Yo do'stlar, uni arestovать etadi. Ay. Kir. Tez kir. Xo'p, kirdim. Qochmaysanmi? Yo, qochmayman. Bir otaman. Bo'ldi, endi bu yerda yoshisan. Iltimos chiqaring, bu yerda suv. Iltimos chiqaring, bo'lsa qilmayman unday. Sen nima qilding, ha? Uxlamading. Kofe bilan boring. O'zingiz kofe bilan borasiz. Siz o'zi kofe bilan boradi do'stlar. Xo'p do'stlar, boshqa chiqamayman bu yerda. Xo'p do'stlar, ekan bu video 5 ta like bo'lsa, men yana ikkinchi qism qilaman. Bu yerda o'zi turmadan qochib ketaman. Shuning uchun like bilan obuna bosib qo'ying. Sizlar bilan men edi Shohribx va hammaga xayr do'stlar.